Akalar, mollarimiz o'ta ham sutli. Bularni qo'lda soqqan yaxshimi, apparatdami? Videoda oxirigacha ko'ringlar. Assalomu alaykum, Yangi bozor kanalining hurmatli obunachilari, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari va sigir ishqibozlari. Xudo xolasa, akalar, bizda ikki bosh tayyor tuqqan sut yo'nalishdagi mollarimiz bor. Chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib, bir dona like bosib bersangiz xursand bo'lamiz, akalar. 2025-yil 22-aprel Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida G'ulom Qodir akam xonadonidamiz, akalar. Ikkita tayyor tuqqan mollarimiz bor aka. Xudo xolasa. Tayyor sut berib turgani. Sutga chaqnig'i bor, xudo xolasa. Shularga o'lchab, sog'ib ham ko'rsatib beramiz, hozir olib kirib. Sotiladi mollar hammasi. Hammasi. Yeyishini qaranglar, xo'raligini akalar. Qiziq joyi. Qiziq joyi. Qiziq joyi. Bu galishning friza bu aka. Eng yirik varianti aka. Molni qaranglar, bakini akalar. Mana uni qaranglar. Bolasini ovoz, surolgan. Bolasini ovozcha. Sog'imlari qo'lda sog'im maza qiladigan. Uzun ekan so'zkalar. Bu nechinchi qoringa aka bu? 3-qoringa. 40 litr sut beryapti. 40 litr sut beryapti. Narxi 50 million kami bo'ldi. Tez-tez aytib ketamiz. 50 million so'm. O'zining puliga sigir, xudo xolasa. 50 million kami bor. Molda eng yirik varianti galishdan. Dastlabkilar ketaveradi aka. Butun O'zbekiston bo'ylab. Tojikiston, Qirg'iziston kelishinglar. Vodiyga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Umuman har nima joyga bir chiroyli narxda qilib beramiz. Xudo xolasa rasxod kamroq bo'ladi vodiyda. So'zkasi uzun ekan janobor. Mana turishlar akalar. Bolasi ham necha kunlik bo'ldi bolasi? Bolasi 1 oylikdan o'tgan. Baquvvat olgan bolasi mana. Sutga kirgan paytda 40 chiqqan mol. Asa sutga kirdi. Muqari. Bitta ko'rsatingchi. Yerga sog'ishni yomon ko'raman, uka ko'pam. Bo'ldi. Zo'r aka so'zkasi. Qo'lda sog'maza qilgan gap. Gapga hujjat bo'ladi. 40 ta sutga garantiya uka. Butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga kelib sotilaveradi. Kelishini bolani Sotib foydalanaman deganlarga ana. Jaydar molam uka 35 million pul olyapti. Shunaqa to'ppa 10-12 ta suti bor molam uka. Fermer akalarimga tavsiya qilaveraman akalar mana. Bolasini ovoz uka. Bolasini ovoz aka. 30 million olib qoladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bolani qarang, baquvvatligini. Inasini mana hosilini qarang. Hozir sog' beramiz aka. Telefon qo'lisa kelishtirib beriladi. Ha, yana 50 millionga sotilmaydi uka. Kelishinadi. Kamiga sotiladi, xudo xolasa. Mana. Mana janobor. Zahar bilan emas-da uka, bolasini ovoz. Aha, mana. Yeyishini qaranglar akalar. Aloqaga chiqishaversinmi? Ha, chiqishaversin. Keyingisini olib chiqamiz akalar. Qanjoniga, to'ri oyog'i, to'ri suskasiga 5% garantiya. Haligi bu mollarda uka 3 yildan yoki 70%, 80% yilidan kamroq tushirgan mollar ko'p bo'ladi-da. Hamma oyog'iga garantiya. Kam bersa borib uyda aytishaveradi. Bo'ldi aka. Bo'lmasa kelib ko'rib olishaveradi. 40 do'stga garantiya. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Qalay bo'ldi narxi? Zo'r. Obunachilar yozib ketaveradi. Yozib berishaveradi. Do'stlar, mana keyingi molimiz. Eston ishqozlar. Eston bu aka. Ha. Nechta sutga bu jonivor? Bakini qarang. 25 ta sutga garantiya. 25 litrga. Buni ham sog'imlariga baho berishadi. Hozir muqari. Mana jonivorlar. Akalar. Mana uni qarang. Yaxshilab ko'rib olasiz. Bolasi teng bo'lib o'najin. Ko'paysin. Ha, sirazi dehqonga kirib bo'lsa mol sotilmay qolib ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Molxonasi o'g'li to'ladi. Bolasi 10 kunlik. 10 kunlik bo'ldi. Soskalarga baho berilsa ukam. Muqaranglar akalar. Janobor. Mol issiqqa sovuqqa chidamli, voqega vodiyga gapiraveradigan variant. Bu aholi akalarim ishqibozsa bunaqalarga. Rossiyadan kelgan bu, sirozli Nachidan. Aha. Nalchidan keyin. Mana akalar, janovorni qaranglar. Mana. Oyoq qo'llari hamma yo'g'i joyida ekan. Bu qaranglar. Soskalarni ham ko'rasiz hozir. Napor kuchlagani? Ha, yerga soqimiz kelmayapti, o'nsa. Mana. Vo'rolar. Maza qilsin, uka. Molni maqtamaymiz. Mol irg'igan, mol tuqqan. Aha. Maqta uni kommentariyada qo'yishsin. O'lar yopishtirib narxini ayting. 40 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida shu narxga. Shu narx ichida. Vodiyga kamera qilib beramiz ozmon. 40 million so'm kam bor ekan akalar mana. 25 ta sutga o'lchab olishaversin, kamida. 25 ta sut o'lchab olaverar ekansizlar. Qiziqqanlar srochniy aloqaga chiqaverasizlar mana. Janob. Bu bilan yoki O'zbekistonda Lipoy tochkasiga yetib boradi. Yetib boradi. Ha. Lekin valida olgan odam yana mol oladi, uka. Xudo xolasa zo'r ekan, turishlarini O'zbekiston qarang. tamojnisini o'tgan mana uka. Bilgilarni ham ko'rsatib beraylik. Ha. Mana bo'ldi. Rossiyani moli ukam, quloqdan ko'rib olishaversin. Bo'ldi aka. Behizoda, hamma joyiga. Yeb ishda sog'lig'i, yuvoshligi. Mana uka.
Olayım. Uyib bo'ldi, uyib. Dek qiling ekan. Ket separat yuborishdi. Ha, separat qo'ng'oqchilarga olib ketaveradi. Aha. Dimlandi etilgani mana sirojdan o'zidan ko'rib real. Bu qaraylar, bo'shligini agara. Bu dimlansa bu mol baraban qilib yuboradi yelimda. Bo'ldi. Maza qilishsin bo'ldi. Bo'ldi. Olib kiravering, sog'ib beramiz. Qo'lda sog'ib beramiz, nariga apparatlarga. Bo'ldi aka. Mana akalar ichkariga olib kirib oldik, xudo xolasa mana. İşte shu. Sirazi Sog'ib beriladi aka. buni qo'lda, buni apparatda sog'ib beramiz. Mana akalar, hozir mashina mana. Qo'lda soqqan yaxshimi yo apparatda soqqan yaxshimi? Hozir o'zingizlar ko'rasizlar, xudo xolasa. Kommentariyaga ham o'zingizlar fikrlarni yozib qoldiraverasizlar. Mollarning sutli. Mollar sutli mollar, xudo xolasa. Mana bunisini qo'lda, bu apparatda. Ketdi. Apparat kelasi o'rgangan bu aka. Mollar to'g'rilari bo'lib apparat qo'l sog'ilib yurgan sut berib turgan mollardan bilaman. Ketdi. Mana aka. Shu yoq bo'ldi. Bunisini mana qo'lda sog'ib beramiz. Ko'rasizlar, buni videoda oxirlashtirsangiz bir donadan laykni bosib qo'yinglar akalar. Litrigacha bor ekan. 20 litr faqat. Aha. Bundan tashqari assortimentlarimiz ham bor ham. Ha. Mollar bor. Serob. Bitta ko'rsatib beramiz ularni ham. Mana. Shunga qaraylar kerak. Mana shu. Sog'imiz bo'ladi. Sog'im o'ta zo'r. Bag'da apparat, bag'da qo'lda ketdi. Qaysi bir tezda ularga videoda oxlashib o'tsangiz, javobini olasiz. Akalar sog'layapti jonivorlar. Faqat o'zi juy to'lib qoldi. Bu yoqda ham yerlar o'zi bo'shab qoldi. Akalar qarang. Mollarni qarang. O'zingizga yo'tibda sog'ib yuboring-da. O'ta yuvoshlagan jonivor. Bu qarang, chuvar. Uchini qaymog'i bor ekan. Sutlagan ham mollari. Qaymog'li sutli. Qarang, yettini chipda ko'rib berdik. Bu qarang. O'zim baho bering-da, mana nima sirojdan obunachilar sizga bizga ishonadi ko'proq. Yumshoqmi, qattiqmi ko'rib bering hamma molingizni. Bu qarang, suskan akalar. O'ta yumshoq ekan, bu qarang. Sal tushib ketyapti. Bu qarang, sal tushib ketyapti akalar bu. Sen sut qo'yiq ekan. Bu sotilam yeb molni uni ko'rishsinda mingta baqirmasdan. Mana. Mana ham yerini bo'shab ketdi o'ma. Bu polimi o'zi bu? Ha, bu pol, bu polakdi. Ama haqiqiy bor-a, qo'yiq ekan. Ser sutli mollar. Yerini ham bo'shab ketdi o'ma. Qog'oz yerini yana Kimga sotsiz xijolat qilmaydi ekan, bemalol naqdavering, obunachilaringizga. Mol oladi o'ygan orqasida. xudo xolasa. Kichkina pul olmayapti, mollar narxi. 40 million, 50 million pul topish osonmi hozir? 1 million pul topgan to'planmayapti. Olgan odam maza qilsin, paqir sut olsin, kim olsa ham. To'pa to'g'ri ekan. Men rahmat aytadiki, bergan puli 100 million barakasini beraveradi. Mana aka. Bahosini berishsin kuni. Men bundan ortiq sigir ancha-muncha qilib bera olmasa kerak, men bilmadim yana. Bolasiz kim bo'lib qo'nadi? Buni ham kamdan kam bo'ladi. Laki bo'lsa buni narxini qimmatliga arzon demasdan o'zim olaveraman 40 million narx aytgan bo'g'ozini. Lekin o'zi bilan obunachilar ham bemalol yozib ketishaversin. Xudo xolasa maza qiladi kim olsa. Yelarni yurasizlar, bo'shab ketdi. Bolasiga mana aka, qarang. Bolasiga ham qomatli sut yana yeb beraman. Shundoq chiqyapti hali ham. So'rovdan to'xtagani yo'q. Mana aka. Ko'ryapsizmi? Yetadi shu. Yeb beradi yana bolasi. Apparatdan tez sog'dizmi? Sistem rachasi borda. Bu ham bo'p bo'ldimi? Mana eng o'rishadi endi. Qayga 5 litr sut beradigan ham ekan. 35 million pul bo'lyapti. Jaylarmi 10 litr sut beradigan. Qayga bir mahal kirsa ham uka paqir sut olib chiqsin olgan odam. Bir paqir. Bu hali kichkina paqir emas, qanaqa qilib o'lchab bersa bo'ladi. Tulka yo'q-ku bu yerda. Buyuravering. Videoda ko'rinaveradi, katta kichik.
Haqarda. Men o'zim ham ko'rdim-da, bunday paqirlarim 12 litr ko'rinaverar ekan. Videolarda ko'rib qoldim. O'zim reallik bor videosigacha ko'rib ko'rdim. Bu ham bo'ldi o'g'lim. Bolasing o'lursa ham bo'laveradi. Yelini bo'shab ketdi buni ham. Yana yerasi bo'ldi. Tomiri katta-ku. Sut tomiri bor molni-ku sizdirib solishdi. Kelaveradi. Apparat xasisi tavsiya qilasiz aka? Apparat tavsiya qilaman. To'rtta 5 ta sigiri bor odamlarga apparat tavsiya qilaman. Eng zo'ri qaysi? Ikkita mamlakatda soskali, yumshoq, narigi normal mol bor-ku. Ikkita 3 ta sigiri bo'lsa, qo'lda sog'ish bo'lsin. Bunaqa soskali bo'lsa. Soskali bo'lsa. Lekin baribir apparat o'shalardan ham muassas yaxshi. Ko'proq sut beradi. Barbaros zo'ra baribir. Barbaros maslimlik zo'r. Maslimlik shunaqasi. Ovozi past bo'ladi. Ovoz sal pastroq bo'ladi, kelib bo'ladi. Kim olsa ham buni keyin ko'mirligi bo'ladi. Bu maslimlisi ovoz sal pastroq. Yo'q, siz bilan bemalol galashalyapmanmi? Ha, Shunaqa-da u baqir chaqir ko'p bo'ladi ko'mirlik. to'ppa-to'g'ri. To'g'rimi ekan? Bo'ldi. Bo'ldi. Ha, bu emayapti janob. O'chirmay, uzmaymi? Mana. Bir de ko'rsatingchi. Yarim baş. Voy. Sizga sutni ko'rsatib Bu paqar ko'rsatib bizdan beraman. mana sutini ko'ryapsizlar akalar. Mana ekan. 35 talik bacho ya? Mana 35 litrlik bacho. Litri ko'rindimi? Ko'rindi. Bu qo'yamiz. Mana 35 litrlikni mana shu yerda yarimdan oshiqroq beryapti. Kechkisi bu ukam. 16 ta 17 ta bor sut. Soatisiz qani telefon? Daryoqdami? Telefon video olyapmiz aka. Kechki sut ukam. Vaqtida ertarog'im sog'ayapmiz, birinchi o'rinda. Aha. Kelisi uka 3 mahal sog'ib beraman, 40 litr sut o'lchab keyin sotiladi mollar. Bo'ldi aka. Hali sutga ishlayman degan, o'ziga uverin bo'lib kelaversin uka. Bo'ldi. Narimonlardan bir qator ko'rsatib beramiz. Ha. Mana 15 talikdan paqirim. To'ladi mana shu bilan. Mana To'ldi. Ikki mol sut to'ldi uka. Zo'ragan sutlar. 35 litr sut sog'di kechkisiga. Kechkisiga. Ha. 1 soat, 1,5 soat vaqtidan erta yana. Sog'ar mahalida. To'ppa-to'g'ri. Narimonlar ko'rsatib beramiz aka. Mana do'stlar, ba'zi mollarimiz zagonda aka. Zaxirali mollar. Yetilyapti bular, ha? Eston so'raganlarga shu tonnaligidan uka. Buni qarang aka. 8 oylik, u yelin so'ganda mazasini qochirib yuboradi. Sharqatdan bitta bor, bu ham 8 oylik. Alpat qaranglar aka. Ha. Shalpan qulog'idan haqiqiy. Bunga ham borgan tug'ishiga. Ha, bulardan katta kichigi bo'ldi, bo'ylarini aytib o'tib ketdi. Narxlari bular necha pul aka? Bu 65 ta. Bu 65 ta. Bu gibridchi bu ham o'ta kuchli mollarga mana shu molar. Eng zo'ri shu-da. Mana uni qarang. Yelin so'ganda mazasini qochirib yuboradigan shu so'skalarni qarang. Uzun. Mana. Shoxlisi mintal so'raganlarga. Birinchi qorinmi bu? Ha, birinchi qorin. Birinchi qorin ekan. Yelin solishni birinchi qorin ko'ryapsizmi? Mol o'z biladi. Mana uni qarang, go'zalligini akalar. Bari sifat shunda. Bunisi necha pul mashinasi? Yopishtirib aytingchi. 60 million ekan bu. Kami bor. Birinchi qorin. Ha. Mol zo'rini so'raganlar ukam ish bitaveradi. Narimon-xonamizda 40 ta mol bor ekan. Hozir mintalda ham tug'dirib keldik. Nari? O'zingiz ham guvoh bo'lib turibsiz. To'g'ri. Eston kalalarga baho berib bering. Eston nima gibridmi bu birata? Toza Eston. Toza Eston. Ha. Oq yelin oryapti. O'qiyonida. Mana aka shu. Mochimi aka? U o'zimiz sutga ishlayotgan mollarimizdan. Bular. Ha. Molni qarang. Mana shu molingiz nechta sut berib turibdi mana? 30 ta beryapti birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Galishten. Bu galishten ular yegan sari sut beraveradi. Mana o'zi ham boshqacha yegan janob. Bular 50 tadan kam sut bermaydi ukam. Bular. 50-55 tadan kam sut bermaydi. Yoni Tonnadan tevada mollarda bular. Mana akalar. Mana bag'iga o'tib beraymi? O'tingchi. Siz ham kichkina odam baxtsizmi? Buni 90 degan. Mana. Mol katta mol bu. Yo'g'on. Yo'g'on narsa ekan. Mollar tonnali mollar ekan. Yelinlarni qarang. Mashinasi ham o'ta kuchli ekan. Ko'rsating mollarni. Shu janob. Mana.
Hammasidan bor assortimentda Hamma ki. assortiment so'ragan moli topiladi. Topiladigan ekan, mana. So'raganlar ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Necha baho ekan bunga? Shvets ham jicha homilik qilyapti bu jonivor. Ayni biladi shu 1 oyda tug'adi. Shu ekan. Hali realnostda endi. To'g'ri ekan. Boshqa bu 20 kunda tug'adi ekan. Narigi 15 kun 20 kunga boradi ekan. Mana qarang, gibridda, simtalga. O'ta boshqacha ekan. Molda ham gibrid motori zo'r bo'ladi. Sirojda mashinani gibrid motori hammaga ma'qul kelyaptimi? Molda ham gibrid yomon bo'ladi ekan. Mana qarang. Ko'p beradi, birinchi o'rin. Yerini ham zo'raganda buni sog'ishga. Taomlari rossiyskiga bu gibridda, bu rossiyskida toz vadilli zo'rlari bor o'zimiz Farg'onada. O'shunaqa. Toza rossiyskiga simentalli gibridda bu. Bo'lishi nech pul mashinasini? Bunisi bo'lishi 60 million bo'lsa berib yuboramiz. Berib yuboriladi. Mana akalar. Tug'dirib ham berilaveradi. Maxsus Kelishilgan e'tibor berib beraman xususiyatga. Tuqqanda u Aloqaga chiqishaversin akaxon. chiqishaversin ekan. Aloqaga chiqaverasizlar kerak. Sog' bo'ylab samolyot. Mana menga ekan. Mana. Bu yelimni maza qilib soldiradi, ishonavering. Ko'rganda yayrab yuboradigan qiladi.